Ayni paytda Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining jamoat tartibini saqlash boshqarmasining kinologiya bo'limidamiz. Bugun mana shu yerda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining hamda Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining jamoatchilik kengashi tomonidan press tur tashkil qilingan. Mana shu press tur davomida ommaviy axborot vositalari ishtirok etishdi. Ularga kinologiya bo'limi tomonidan amalga oshirilgan ishlar tanishtirildi. Barchaga xayrli kun. Alohida Jahon akaga rahmat deymiz. Kinologiya markazida ishlaydi. Bugun yonlarida mana shu Grom ismli laqabli it bilan demak ko'rsatib berildi. Qani Jahon aka, bu o'toqlaydimi? Gap yo'q, mana ko'rib turibsizlar. Mana shu itlar tomonidan juda ham ko'plab demak YPX maskan blokpostlarda narkotik modda aniqlangan. Mana ko'rib turibsiz aqlliligini. Mana shu videoga tez like bilan bosamiz. Yakunda kommentar fikrlarni qoldiramiz. Biz kinologiya markazimiz Grom ismli laqabli mana shu it bilan demak ko'rdinglar qanaqangi oshib ketganligini. Gap yo'q. Endi yana vaziyat ko'ringlar. Ketdi. Qani. Egasini kutib turibdi. Egasidan kamanlar kutyapti. Mana shu itni ko'rishingiz mumkin. Qo'yib qolish kerak. Gap yo'q deb qolamiz.